Assalamu alaykum. Farabitor dersxanasının hörmətli görmələri, müşvaqtanlar xeyirlik olsun. Bugün hazırlıqlama Uyğur dil dərsimizin 56-cı dərsini ötdünüz. 56-cı dərsimiz yardımcı sözlər. Ötən saatlik dərsimizdə təxlil sözlər və imlıq sözlərini görüb çıxandıq. Bugünkü dərsimiz bolsa yardımcı sözlərini görüb çıxımız. Yardımcı sözlər öz içidən bağlıqçılar, yüklümələr və tirkəlmələr deyəndə üç türlü bölündü. Bunları dərsimizdə təfsili görüb çıxımız. Dersimizi başlaştığım burun ötken saatlik dersimizin ahırı sorup ötken tövendeki iki sualımızga kısa cevap verip öteyli. Birinci sualımız təxlil sözler mənisi qarab qaysı türlərə ayrılıdı? Bu sualın cevabı təxlil sözlərinin mənisi qarab avaz təxlitləri, şekil təxlitləri və hissiyat təxlitləri degəndə üç türlü bölüşüp buludu. İkinci sualımız bolsa imlıq sözlər degen demə? Bu sualın cevabı imlıq sözlər degenimiz his duyğu, çağırıq, buyruq, cavab qatarlıqlarına ima yoki işaret bulup kelgan sözlər imlıq sözlər deyildi. Bu suallar haqida texmo təfsili bilməkçi bolsanlar ötken saatlik dərsimizin qaydadan görüp çıxışınlarını tavsiyə qılımən. Əmdi bugünkü dərsimiz gəlsək, bugünkü dərsimizdə yardımcı sözlər haqqında toxunub ötdümüz. Ondaqda yardımcı sözlər degan nima? Yardımcı sözlər deganimiz öz aldığa cümlə bölüki bo'lib kelolmaydigan faqat mustaqil sözlərə yoki cümlələrə qo'shilib qo'shimcha ma'no bildirgan söz yardımcı söz deyiladi. Uyghur tilidagi yordamchi so'zlarning ma'no jihatdagi xususiyati va grammatikalik roli bo'yicha yuklamalar, bog'lovchilar va tirkalmalar degandek uch turga ayirishga bo'ladi. Bularning ichidan avval tirkalmalarni ko'rib chiqsak, tirkalma deganimiz ism yoki ism roldagi so'zlarga qo'shilib, shu so'zning jumla yoki so'z birikmasidagi boshqa so'zlar bilan bo'lgan har xil munosabatni bildiradigan yordamchi so'zlar tirkalma deb ataladi. Demak, tirkalmalar grammatikalik rol jihatdan ismning kelish qo'shimchalariga o'xshaydi. Uyghur tilidagi tirkalmalar yolg'iz grammatikalik rol jihatdan kelish qo'shimchalariga o'xshash bo'lib qolmasdan, balki qo'shilish o'rni jihatdanmi ismning kelish qo'shimchalari bilan navbatlashalaydi. Masalan, bolaning, balaga, balani, balada, baladin desak, bu so'zlar kelish qo'shimchalari bilan turinib kelgan. Ve bularga masalda bala bilan, bala to'g'riliq, bala orqaliq, bala uchun, bala haqida degandek tirkalmalar bo'lsa, mushxil kelish qo'shimchalari bilan navbatlashalaydi, ya'ni almashib kelalaydi. Tirkalmalarning aniqlamasini ko'rib chiqdik, endi tirkalmalarning turlarini ko'rib chiqsak, tirkalmalar o'z ichidan xos tirkalmalar va qo'shim tirkalmalar degandek ikki turga ayriladi. Buning uchun xos tirkalmalar deganimiz faqat tirkalma vazifasiga keladigan uchun, orqaliq, to'g'riliq, qatorliq, kabi, oid, qadar, itiboran qatorliq tirkalmalar xos tirkalmalarga kirdi. Qo'shim tirkalmalar bo'lsa, bir qism tirkalmalar boshqa so'zlardan yoki boshqa so'zlarning ma'lum grammatikalik shakldan bo'linib chiqqan bo'lib, o'zi bo'linib chiqqan shu so'z yoki shu so'zning shu xil grammatikalik shakli bilan ohangdosh keldi. Masalan, bilan tirkalmasi bilan degan bog'lovchidan bo'linib chiqqan bo'lib, shu bog'lovchi bilan ohangdosh keldi. Masalan, Ahmad bilan Qosim keldi bu yerdagi bilan bo'lsa bog'lovchi, ammo qalam bilan yezing degan jumladagi bilan bo'lsa tirkalma hisoblanadi. Tirkalmalar bo'lsa tuvandagi qo'llaniladi. Tirkalmalar jumlada asosiy holat vazifasi keldi. Masalan, men odatda maktabga velosiped bilan boraman. Bu jumladagi bilan degan tirkalma bo'lsa, bu jumlada holat vazifasi kelgan va velosiped degan ism bilan berkib, velosiped degan ismning mush jumla bilan bo'lgan munosabatini bildirib kelgan. Bu choponni opam uchun setib oldim. Bu jumladagi uchun degan tirkalma bo'lsa, bu jumlada holat vazifasi kelgan. Uning bu faoliyatga vazifasi kelgan mehmonlarni numar bo'yicha tizimlash edi. Bu yerdagi bo'yicha degan tirkalma bo'lsa, bu jumlada o'xshashlar holat vazifasi kelgan. Yordamchi so'zlardan tirkalmalarni ko'rib chiqdik. Endi bog'lovchilarni ko'rib chiqsak, bog'lovchilar deganimiz so'z bilan so'zni, so'z birikmasi bilan so'z birikmasini va jumla bilan jumlani bir-biri bilan bog'lash rolini o'ynaydigan yordamchi so'zlar bog'lovchi deyildi. Uyg'ur tilidagi asosiy bog'lovchilarni ma'nosi va roliga qarab tuvandikicha tahlil qilish bo'ladi. Birinchi biriktiruvchi bog'lovchilarga va, ham, bilan, yana, hamda shundoqlar qatorliq mushxil yordamchi so'zlar biriktiruvchi bog'lovchilarga kirdi. Ikkinchisi kuchaytuvchi bog'lovchilarga hatto, bo'libmi, yana kelib, uning ustiga, balki qatorliq bog'lovchilar kuchaytuvchi bog'lovchilarga kirdi. Uchinchi tanlanma bog'lovchilarga ya, yoki, na, mayli, gahi, gahida, gah qatorliq mushxil bog'lovchilar tanlanma bog'lovchilarga kirdi.
To'rtinchi qarama-qarshi bağlovchilar qarama-qarshi bağlovchilarga ammo, lekin, biroq, vaholanki, afsuski qatorliq bağlovchilar qarama-qarshi bağlovchilarga kirdi. Beshinchi sabab-natija bağlovchilari sabab-natija bağlovchilarga chunki, shunga, shunglashqa, shuning uchun, natijada qatorliq bağlovchilar sabab-natija bağlovchilariga kirdi. Oltinchi izohliq bağlovchilar izohliq bağlovchilarga, ya'ni boshqacha qilib aytganda qatorliq bağlovchilar izohliq bağlovchilarga kirdi. Yettinchi ulanma bağlovchilar ulanma bağlovchilarga avval, andin, dastlab, keyin degandek mushxil bağlovchilar ulanma bağlovchilarga kirdi. Sakkizinchi yakun bağlovchisi yakun bağlovchisiga demak, qisqasi umuman aytganda degandek bağlovchilar yakun bağlovchisiga kirdi. To'qqizinchi shart bağlovchisiga agar Mubada, gerçek qatarlıq bağlovchilar şart bağlovchisiga kirdi. Bulardan başqa ayirish bağlovchisiga jumladan ergashma bağlovchisi bo'lsa ki qatarlıq bağlovchilar kirdi. Tirkelmeleri görüp çıkınımızdaki tilimizdeki bilen yardımcı söz ba'zida tirkelme rolü keldi. Ba'zi bo'lsa bağlovchi rolü keldi. Bilen sözü tirkelme rolü kelgan vaqtda isim yoki isim xarakterlik so'zlarga qo'shilib, fe'lga beqinib keldi. Bağlovchi rolü kelgan vaqtda bo'lsa ikki isim yoki isim xarakterlik so'zlarning o'rtasida keladi. Masalan, muallim Adil bilan paranglashdi. Bu yerdagi bilan degan tirkelme bo'lsa, paranglashishdan iborat fe'lga beqinib kelgan va Adil degan ism bilan qo'shilib kelib, Adilning mushtumning egisi bilan, ya'ni muallim bilan bo'lgan munosabatini bildirib kelgan. Mahmud bilan olim paranglashdi. Bu jumladagi bilan degan yordamchi so'z bo'lsa, bog'lovchi rolda kelgan va Mahmud va olimdan iborat ikki ismni bir-biriga bog'lab kelgan. Qaraganda sözü fe'l rolda kelganda harakat ma'nosi, hol ma'nosi, ismlik xususiyati, o'rin kelish ma'nosi qatorliqlarni ifodalab turdi. Masalan, qizi diqqat bilan qaraganda ko'rgil bo'ladi. Bu jumladagi qaraganda bo'lsa fe'l rolda kelgan. Qaraganda so'zi tirkalma rolda kelganda bo'lsa faqat selishtirish ma'nosini bildirdi. Masalan, "Man qaraganda sen yaxshi", ya'ni bu yerdagi qaraganda degan so'z bo'lsa tirkalma rolda kelgan va faqatla selishtirish ma'nosini bildirib kelgan. Dep ötkünümüzdeki bağlıqçılar söz bilen söz, söz birikmeleri bilen söz birikmeleri, cümle bilen cümle o'rtasidagi münasebetlerini aydınlaştırışta intayin mühim rol oynaydı. Bazı sintaks kurulmalarda bağlıqçılarının rolü şu kadar mühim ki, o bağlıqçısız o xil sintakslı kurulmanın bo'lishini tasavvur qilish mümkün emas. Mesela Uyghur til bilen Uyghur medeniyetinin münasebeti Soğuk bilen göçünün münasebetiga o'xshaydi. Bu cümledeki Uyghur til bilen Uyghur medeniyetinin, Soğuk bilen göçünün degan qurilmalarda bilen bağlıqçı bo'lmay, mümkün bo'lmaydi. Ya'ni bu cümleni qurish mümkün bo'lmaydi. Biz barimiz yoki ular keldi degan qurilmami o'xshashla yoki degan bağlıqchisiz mavjud bo'lib tura olmaydi. Ya'ni bu cümle bir ma'no ifodalab kelolmaydi. Biz har qaysi bağlıqçılarning rolini sintaks bo'limining so'z birikmasi va murakkab jumla boblarida tafsiliy tunishtirib o'tamiz. Endi bağlıqçılarning grammatiklik rolini ko'rib o'tsak, birinchi bağlıqçılar mustaqil so'zlardagi morfologik o'zgarishlarga va so'z yasash ixtiyoriga ega emas. Bir qism bağlıqçılar bo'lsa, mustaqil so'zlarning ma'lum morfologik shakllarining bir gavda bo'lib qilishidan shakllangan. Masalan, bir tarafdan, jumladan, ba'zida, ya'ni mushadiki taraf, jumla degandek ismlarning ma'lum morfologik shakllarining bir gavda bo'lib qilishidan shakllangan. İkinci bağlıqçılarning leksiklik ma'nosi ojiz yoki yo'q deyarlik, faqat til tarkiblari o'rtasidagi grammatiklik bog'lanishini bildirdi. Bağlıqçılarning uchinchi roli bo'lsa, bir qism bağlıqçılar biri-biri bilan yoki biri yana bir bağlıqçı bilan moslashib kelib, juft shaklda qo'nildi. Masalan, yoki va yoki, ba'zida, avval keyin degandek bir-biri bilan moslashib kelib, juft shaklda qo'nildi. Yordamchi so'zlardan tirkalmalar va bağlıqçılarni ko'rib chiqdik. Endi yuklamlarni ko'rib chiqsak, yuklama deganimiz so'zlarga, so'z birikmalariga yoki jumlaga qo'shilib, savol, ta'kidlash, gumon, yolvurish qatorliq qo'shimcha ma'no bildiradigan yordamchi so'zlar yuklama deyiladi. Yuklamalar so'zning har xil grammatikalik shakllariga yoki jumlalarning oxiriga qo'shilib kelib, shu so'z jumlalarning belgilik tarzda aytilganligini bildirdi. Ya'ni shu so'z yoki jumlaga ma'naviy tus beradi. Uyg'ur tilida bir qadar ko'p uchraydigan yuklamalar tuvanliklardan iborat: mu, chu, ma, gu, qu, da, ta, kin, la, za, ha, amsa, mayli, tixi, qini, ehtimal, nihoyati, har holda, jumu, bika, hili bikar, ish qilib, xuddi va ayni,
Guya, zadi, belkim yoki balki, hatta, xalas, hilmu, hilmi yaxshi, yana, faqat, yolg'iz, mana, ana, deyman, deysan, deysiz, deysizlar, dana, digine, danglar, demsen, demsiz, demsizler degandek muşxil yordam so'zlar bo'lsa, yuklimlar kirdi. Endi yüklemlerinin ma'nilarini görüp çıksak, birincisi du, gu, chu, ma. Bu yüklemleri so'roq ma'nosini ifodalaydi. Masalan, bu xatni kim yazganda bu cümledeki du yüklemesi so'roq ma'nosini ifodalab kelgan. Endi keldingizmi bu cümledeki ma yüklemesi o'xshashlar so'roq ma'nosini ifodalab kelgan. Siz o'quvchimi bu cümledeki mu yüklemesi o'xshashlar so'roq ma'nosini ifodalab kelgan. İkinci, gu, ku, la yüklemeleri küçeytiş, ta'kidlash ma'nilarini bildirdi. Masalan, Abu ketayotgan Ayşemgu bu cümledeki gu yüklemesi ta'kidlash ma'nisini bildirib kelgan. Bütün çataqni salli teriyotsan bu cümledeki la yüklemesi bo'lsa küçeytish ma'nisini bildirgan. Bu shahar hammalarga tanishliqqa bu cümledeki ku yüklemesini o'xshashlar küçeytish ma'nisini bildirib kelgan. Üçüncü z yüklemesi ta'na norozilikni bildirdi. Masalan, meni z hech nimani bilmaydi deyotgan sanda bu cümledeki z yüklemesi norozilikni bildirib kelgan. Sen zat yaxshilik yarashmaydigan biri. Bu cümledeki z yüklemesi ta'na ve norozilikni bildirib kelgan. To'rtinchi chu yüklemeleri ötünüş ma'nilarini bildirdi. Masalan, Manga hikoya aytib bergan bu cümledeki yüklemesi ötünüş ma'nisini bildirib kelgan. Gap qilmasanglarchu, meni xijil qilmasangizchu bu cümledeki chu yüklemesi o'xshashlar ötünüş ma'nilarini bildirib kelgan. 5. Da, ta, ha yüklemeleri ajablanish ma'nisini bildirdi. Masalan, asli gap mundaq ekanda, bu nima degan saytchilikka bu cümledeki da, ha yüklemeleri ajablanish ma'nilarini bildirib kelgan. Yordam so'zlarning ma'nilari va ayrim holda turlarini ko'rib chiqdik. Endi yordam so'zlarga o'rtaq bo'lgan grammatikalik xususiyatlarni ko'rib chiqsak, birinchi yordam so'zlar leksikalik ma'no anglatmaydi, balki grammatikalik ma'no anglatadi. Jumla bo'lik bo'la olmaydi. Yordam so'zlarning ma'nosi konkret til sharoitida ro'shanlashadi. Ikkinchi, yordam so'zlar turlanmaydi, ya'ni mustaqil so'zlarga o'xshash turlanib kelolmaydi. Üçüncü, bir qism yordam so'zlar shakl jihatdan qo'shimcha o'xshaydi, ammo talaffuzda urg'u orqali, yezliqda bo'lsa tinish belgisi orqali qo'shimchalardan farqlanadi. To'rtinchi, da, ta, ha yuklemeleri oldingi so'zdan keyin siziqcha orqali ayrilib yoziladi. Bugungi darsimiz muşayla oxirlashdi. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi ikki savolni so'rab o'tamiz. Birinchi, yordam so'zlar ma'no jihatdagi xususiyati va grammatikalik roli bo'yicha qaysi turlarga ayriladi? İkinci, yükleme degan nima? Bu savollarning javobini YouTube videomizning ostidagi inkas qismiga yoki Instagram hesabimizning DM qismidan uchur yozib avasanglar bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimiz ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.